Keyingi savolim shundan iboratki, hozirgi kunda mana ko'rib turibmiz, yangi qurilayotgan uylarga to'lov qilinib, na uyga ega chiqyapti, na pulga. Shunaqa quruvchi kompaniyalar shu darajada ishonchsiz bo'lib ketyapti. Shunga bo'lgan munosabatingiz qanday? Men o'zim yaqinlarimdan ham bitta ikkisida ko'rdim. Pulni ham ololmayapti, uyini ham ololmayapti. Chunki u quruvchi kompaniya rahbari qamoqda yotibdi. Odamlar pulni yeb qamalib ketganlar. Endi hozirgi kunda unaqa holatlar juda ko'p emas. 10% tashkil qilsa quruvchilar ichida. Lekin o'sha quruvchi kompaniyalari oldin har bitta quruvchi kompaniyani borib, so'rab, surishtirib ko'rish kerak. Oldin qayerda qurilish qilgan, qayerda dom qilgan, qayerda topshirgan, kadastr hujjatini topshirganmi, ошибка bo'lgan, bo'lmaganmi, uni kommentariyasini ko'rish kerak, istoriyasini ko'rish kerak. Yaxshimi, yomonmi? O'sha joylarni o'rganmayinchalik hozirgi kunda 0% deb turibdi. Ko'rgan bo'lsang, 0% boshlang'ich to'lovsiz uy beramiz dedi. Xo'p, boshlang'ich to'lovsiz uy beradi. Nimani hisobiga? Oyma-oy to'lash hisobiga. Boshlang'ich to'lov boradi, bitta mana shunga o'xshaydi bitta shartnomani beradi qo'lingga. Shartnomaga qo'l qo'yasan, bo'ldi, mana shu uy tugaguncha sen pulni to'lab berasan. Hozirda senga bir 7 million yoki 10 million so'm oylik to'lov chiqarib beradi. Sen 10 oy to'laysan, 10 oy to'lagandan keyin 100 million so'm pul to'lagandan keyin qurilish kompaniyasi yo'q bo'ladi yoki o'zi umuman qurilish yarmiga borib to'xtab qolgan bo'ladi. 100 million so'm pulga kelib qolasan, uy ham yo'q. Buna holatlar hozirgi kunda tez-tez uchrab turibdi. Agar ishonchli qurilish kompaniya bo'ladigan bo'lsa, biz bilan aloqaga chiqing. Biz обязательно sizlarni to'liq o'rganamiz, siz haqingizda to'liq videorolik qilamiz, siz haqingizdagi ma'lumotlarni oshkora qilib, oynajohonga yetkazib beramiz.